Sizlar bilan bugun biz ma'lumotlarni foydalanuvchidan olishni o'rganamiz. Dastlab keling bitta kichkinagina dasturcha tuzib ko'ramiz. Faraz qilaylik, avtomobil tekis yo'lda harakatlanyapti va sizga avtomobilning tezligi va shu tezlikda harakatlanish vaqti berilganda siz topishingiz kerak avtomobilning bosib o'tgan yo'lini. Ya'ni S teng vt formula yordamida tezlik v berilgan va vaqt t berilganda topishimiz kerak bosib o'tilgan yo'lni S ni. Dasturni tuzishni boshladik. Dastlab int turidagi v o'zgaruvchisi teng 30 ga. Ikkinchi qatorda ma'nosi shundan iboratki, ya'ni tezlik 30 km/soat deb olyapmiz. Int t teng bo'lsin 2 ga. Ya'ni uchinchi qatorda ma'nosi vaqt 2 soatga teng bo'lsin. Avtomobil 30 km/soat bilan 2 soat davomida qancha yo'l bosib o'tadi? Shuni hisoblaymiz. Int s o'zgaruvchisi teng bo'lsin. Tabiiyki formula bo'yicha v ko'paytirilgan t ga. Ekranga chiqaramiz. Dasturni tuzib bo'ldik. Ishlatib ko'radigan bo'lsak, F5 klavishi yordamida natija avtomobilning bosib o'tgan yo'li 60 km ekan. Dastur to'g'ri ishlayapti. Agarda tezlikni 60 km ga o'zgartiradigan bo'lsa va vaqt 3 soatga teng bo'ladigan bo'lsa, u holda bosib o'tilgan yo'l qancha bo'lishi mumkin? F5 klavishini bosib ishlatamiz. Avtomobilning bosib o'tgan yo'li 180 km ekan. Dasturimiz to'g'ri ishlayapti. Ammo dasturlar umumiy prinsiplar uchun, umumiy qoidalar uchun ishlab chiqiladi. Ya'ni v va t o'zgaruvchisining qiymati konstanta bo'lib qolishi kerak emas. Ya'ni v va t o'zgaruvchilarining qiymati foydalanuvchi tomonidan kiritilishi kerak. Foydalanuvchidan ma'lumotlarni qanday olamiz? Keling shuni ko'rib o'tamiz. Dastlab console sinfidan foydalanaman va uning ichidagi metodlardan readline metodini tanlayman. Uchinchi qatorda ham xuddi shunday. Ammo menda xatolik paydo bo'ldi. String turidagi ma'lumotni int turiga konvertatsiya qilish jarayonida kelib chiqyapti ekan. Ya'ni foydalanuvchidan ma'lumotlarni faqatgina string ko'rinishida olish mumkin. Int ko'rinishida va haqiqiy son ko'rinishida, char ko'rinishida olish mumkin emas ekan. Agarda readline metodi faqat ma'lumotlarni string ko'rinishida qaytarsa, men uni int turidagi v o'zgaruvchisiga bermoqchi bo'lsam, demak uni konvertatsiya qilishim kerak ekan. Konvertatsiya qilish kerak. Konvertatsiya qilinadigan argumentga foydalanuvchidan olingan ma'lumotni berib yuboraman. Va dasturim umumiy prinsiplar uchun ishlaydigan holatga keldi. Keling dasturni ishlatib ko'ramiz. Dastur negadir ma'lumot chiqarmayapti. Chunki readline metodi foydalanuvchidan ma'lumotlarni qabul qilgunga qadar dasturni to'xtatib turadi. Qachonki men ma'lumotni yozsam, ya'ni birinchi readline tezlikni so'rayapti. Keling tezlik 80 km/soat bo'lsin. Va ma'lumotni kiritib bo'lgandan so'ng albatta enter klavishini bosishim kerak. Ikkinchi safar ham negadir ma'lumot chiqarmayapti. Chunki dastlab birinchi readline dasturni to'xtatib turgan bo'lsa, bu safar uchinchi qatordagi readline dasturni to'xtatib qo'ymoqda. Ushbu holatda t o'zgaruvchisiga qiymat kutyapti. Ya'ni vaqtga. Vaqtga men keling 6 soat deb aytaman. Va enter klavishini bosadigan bo'lsam,
80 km/soat tezlik bilan avtomobil 6 soatda qancha yo'l bosib o'tishini hisoblab beradi. Natija ko'rib turganingizdek, avtomobilning bosib o'tgan yo'li 480 km ekan. Demak, dasturim to'g'ri ishlayapti.